Agar bugun boshlasang, kelajakda mevasini aniq ko'rasan. Chiroyli hayotda yashaging keladi, ichging keladi, bilaman. Burger yeysan, mayli. Ammo keyin bularni tovonini to'lashga to'g'ri keladi. Asosiysi balansni saqlash deb o'ylayman. Ba'zida men ham burger yoki chips yeyman. Bu qo'rqinchli emas. Bu ham bir fikrlash uchun bir omil. Ammo eng muhimi davomiylik. Agar senda stabillik bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Boshqalardan ham afzal bo'lasan. Ba'zida zalga borish yoqmaydi. Albatta yoqmaydi. Ammo menda kelishuv bor. Ya'ni o'zim bilan shartnoma tuzganman. Agar boshqalardan ko'ra ko'proq harakat qilmayapsanmi, demak sen birinchi raqamli bo'la olmaysan. Mendek. Hazır.